Tan olinmagan farzandman. Botir Qodirov 15 nafar farzandi borligi va unga Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini aytishni taqiqlashgani haqida. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'lib ketishni unutmang. Sizni qiziqtirgan savollarning barchasiga javob faqat bizning kanalda. Eng tezkor, eng so'nggi, eng ishonchli ma'lumotlarni ham faqat bizning kanaldan topasiz. Xonanda Botir Qodirov YouTube'dagi Chotki TV kanaliga bergan intervyusida otasi tomonidan tan olinmagani va farzandlarining soni haqidagi savollarga javob berdi. O'z vaqtida tan olinmagan farzandman. O'sha paytda katta oila qilishni va ularni adolat bilan boshqarishni niyat qilganman. Hozirgi kunda 15 nafar farzandim bor va ularning har biridan faxrlanaman. To'g'ri, ular bitta onadan emas, ammo ularning hammasini tan olaman. Farzandlarimning bari bir-birini tanishadi va do'stona munosabatda bo'lishadi. Boshqa oilamdan bo'lgan farzandlarim birinchi oilamga kelib, bemalol o'ynashadi. Farzandlarim uchun albatta vaqt ajrataman. Ularning barini yig'ib, istirohat bog'iga yoki ovqatlanishga olib boraman. Uzun stol buyurtirib, miriqib ovqatlanamiz. Jigarlarning bir-biriga bo'lgan munosabati iliq ekanligidan xursandman. O'ylashimcha, hammasi erkak kishining o'ziga bog'liq. Inson farzand ko'rdimi, uni tan olishi kerak. Aksincha, ish tutishi esa nomardning ishi hisoblanadi. Xonanda qo'rqib ish tutishi erkak kishiga xos bo'lgan ish emas. Chiroyli yoki mansabdor ayolining ketib qolishidan qo'rqib, boshqa oilasidan bo'lgan farzandini tan olmaslik yoki uni yashirish erkak kishiga xos ish emas. Tug'dirgandan keyin bolani tan olib, voyaga yetguniga qadar unga mehr berish, ulg'aytirish otalik burchi deb bilaman. Rosti, farzandidan voz kechadigan yoki bitta ayol bilan munosabatlarini uzib, boshqa oila qurganidan keyin farzandlarini ham unutib qo'yadigan erkaklarning ishini tushunmayman. To'g'ri, xotin ko'chada millionta bo'lishi kerak. Bittasiga uylansangiz, u ayolingiz bo'lib ketaveradi. Ammo farzand erkakning bir bo'lagi, uning vujudidan yaralgan inson. Buning savol-javobi juda og'ir bo'ladi. Siz farzandingizdan kechdingizmi? Kun kelib sizdan ham voz kechishadi. Bu qaytar dunyo, deydi Botir Qodirov.